Jihoddan ham ustunmi deganda, jihoddan ham ustun deganlar. Sizni nomingizdan qo'yi tepasida bistirib beramiz. Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, hurmatli vatandoshlar. Siz azizlar bilan bugun biz Qurbon hayitini ostonasida rahmat kunlarini boshida turibmiz. Zulhijja oyini dastlabki 10 kunligi haqida payg'ambar alayhissalatu vassalom shu kunlarda qilingan amal boshqa kunlardagi har qanday amaldan ustun deganlar. Ba'zi sahobalar so'ragan, jihoddan ham ustunmi deganda, jihoddan ham ustun deganlar. Faqat o'sha jihodga chiqib turib, millatin vatanini himoya qilib o'lib ketsa, u endi boshqa endi. Lekin boshqa har qanaqa amaldan shu kunlardagi qilingan amallar ustun turadi. Shu ma'noda siz azizlar bilan Zulhijja oyi 10-kunida hayit namozini o'qiymiz. Ana o'sha kunni hayit o'qigandan keyin qurbonliklar so'yamiz. Qurbonlik mavzusida ko'p odamlarda turli xil fikrlar tug'ilishi tabiiy. Chunki bir yilda bir marta keladi bu ibodat. O'shaning uchun savol qayta yangilanaveradi. Ba'zilar aytayaptiki, qurbonlik qilish uchun tepasida turishim kerak ekan. To'g'rimi shu deyapti. Aslida fazilat ma'nosida o'zingiz tepasida turib, o'zingiz pichoqni tortib bersangiz, mayli yaxshi. Lekin bu ishga imkoniyatingiz bo'lmasa, siz tayin qilgan vakil o'sha ishni qilib bersa, xuddi siz qilgandek bo'ladi. Chunki qoida bor shariatda. Al-vakil kal muvakkil degan. Vakil qilgan bilan bir xil degan. O'shaning uchun siz Mehr 2020 jamoasiga vakillik ma'nosida imtiyoz bersangiz, huquq bersangiz, mablag'ingizni to'lasangiz, sizni nomingizdan qo'yi tepasida bistirib beramiz. Xotirjam bo'lasiz. Bu ma'noda siz inshaalloh ajrga ega bo'lasiz.